Assalomu alaykum. Mening ismim Hojiajbar. 6 yillik DevOps va Software Engineering bo'yicha tajribali mutaxassisman. Jamoamiz 4 kishidan iborat. Qolgan jamoamizni Data Science sohasi bo'yicha ham o'rganib kelinmoqda va kuchli mutaxassislardan iboratmiz. Keling, bizning asosiy maqsadimizga o'tamiz. Xo'p, loyihamiz haqida gapiradigan bo'lsak, AgroSpectra'ni intelligent biz shuning yo'ldosh orqali va dronlar orqali masofaviy zonalar yordamida donli ekinlar hosildorligini haftalik aniqlikda diagnoz qilamiz va fermerlarga real vaqtda daladagi holatni ko'rsatamiz. Hamda AgroSpectra deb nom berganmiz, fermerlarga hosilni 10% aniqlikda oldindan bashorat qilish uchun suvni 15% tejash, o'g'itlar solish va pestitsid va bargni shartni optimallashtirish imkonini beradi. Bu bizning platformamiz internet joylarda ham ishlaydi, hamda tavsiyalar hamda shuning intellekt yordamida interaktiv kartalar orqali taqdim etamiz. Xo'p, bizning maqsadimiz dehqonlarga va o'z vaqtida aniq va amaliy tavsiyalar berib boriladi va ularning hosilini ko'paytiramiz va daromadni oshiramiz. Xo'p, bizning loyihamiz ML Predictor deb nomlanadi. Web darajasida prototipimiz tayyor edi. Xo'p, daladagi dastlabki sinovlari muvaffaqiyatli o'tkazildi va u jarayon borib takomillashib borilmoqda. Xo'p, bizning loyihamizga nomi AgroSpectra bilan O'zbekiston Markaziy Osiyoda 500 mingdan ortiq fermerga hosil boshqaruvi va suv tejash imkoniyatini yetkazishni maqsad qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.